Assalomu alaykum hurmatli teletomoshabinlar, Minbar Tok shousining yangi soni efirda. Bugun ham siz qiziqqan mavzuda gaplashamiz. IT sohasining istiqbollari, kelgusidagi rejalar va ustuvor vazifalar haqida. Talabi bo'lgan ilk yillarimdagi bir voqeani aytib, mavzuga kirmoqchiman. Qoraqalpog'iston Respublikasidan Toshkent shahriga o'qishga bir talaba qiz kelgan va u qiz bilan ilk kunlarda biz dugona bo'lib oldik. Umuman olganda, birinchi kursga eng yuqori ballar bilan o'qishga kirgan dugonamdan bir kuni shu yashash manzilidagi ma'lumotnoma so'raldi. Afsuski, ma'lumotnoma yonida yo'q edi va 3 kun darsdan kechib dars qoldirib Qoraqalpog'istonga borib kelishiga majbur bo'lgan. Mana sizga axborot texnologiyalari va IT rivojlanmagan yillardagi holatlar, undan tashqari shu mahalla raisining oldida kutilgan navbatlar, demak, ma'lumotnomalarni kutib ketkazgan vaqtlarimiz. Bugun esa ahvol butunlay o'zgargan. Bundan 10 yil avval kimning hayotida mana shunday voqealar bo'lgan? O'zimda shunaqa holat bo'lgan. O'sha litsey davrida o'qib yurgan paytlarim kasallik to'g'risidagi ma'lumotnomani doktorlardan o'chirib, ya'ni navbat kutib olish juda qiyin bo'lgan. Hozirgi kunga kelib agar solishtiradigan bo'lsak, hozirgi kunda barchasi elektron tizimda mavjud. Shu o'rinda lavhaga e'tibor qaratamiz, undan so'ng dasturda davom etamiz. Marhamat. Tasavvur qiling, kerakli hujjatni olish uchun qayergadir borishingiz, navbatda turishingiz yoki qog'oz to'ldirishingiz shart emas. Endi barchasi bir necha soniyada hal bo'ladi. Xo'sh, qanday qilib? Javob oddiy: IT, ya'ni informatsion texnologiyalar orqali. IT bu faqat kompyuterlar emas, bu dasturiy ta'minot, sun'iy intellekt, kiberxavfsizlik, bulutli texnologiyalar va boshqalarni o'z ichiga oladi. So'nggi vaqtlarda O'zbekiston IT sohasiga ham katta e'tibor qaratmoqda. Raqamli xizmatlar rivojlanmoqda, yangi IT kompaniyalar ochilmoqda. Bundan tashqari, respublika bo'ylab IT xizmatlarini ko'rsatadigan hamda IT park rezidenti sifatida ro'yxatdan o'tib faoliyat yuritayotgan IT kompaniyalar soni 2024-yil yakuniga kelib 2600 taga yetkazildi. Shundan 650 tasi eksportyor kompaniyalar bo'lsa, 620 tadan ziyodi xorijiy kapital ishtirokidagi kompaniyalar tashkil etadi. Ularda yaratilgan ish o'rinlari esa 38 mingdan ortiq. O'zbekistonda amalga oshirilgan raqamlashtirish sohasidagi islohotlar va loyihalar natijasida yagona interaktiv davlat xizmatlari portalida xizmatlar soni 2024-yilda 710 taga, uning muqobil ilovasidagi xizmatlar soni esa 350 taga yetkazilib, ulardan foydalanishlar soni 32 milliondan ortdi. Buning natijasida birgina qog'ozning o'zidan o'rta hisobda 160 tonnadan ortiq qog'oz tejashga erishildi. Mamlakatimizda IT sohasini qo'llab-quvvatlash bo'yicha ishlar faol olib borilmoqda. Ixtisoslashtirilgan dasturlar yaratilmoqda. Kompaniya va mutaxassislarni qo'llab-quvvatlash choralari joriy etilmoqda. Raqamli texnologiyalar sohasida infratuzilma va ta'lim rivojlanmoqda. IT sohasini rivojlanayotganiga hali ko'p vaqt bo'lmadi-da. Umuman olganda, bu sohani yetuk vakiliga aylanish uchun necha yillar kerak bo'lar ekan? Aynan men o'zim farzandimni ham bilaman. IT yo'nalish bo'yicha hozir tajribasini oshirishga, ishlashga, o'qishga harakat qilyapti. Shuni ayta olamanki, bu to'xtab qoladigan soha emas. Bu 1 yil, 2 yil yoki 4 yil ins jarayonida yoki undan keyin o'rganib, keyin bo'ldi, o'rganib bo'ldim. Shu bilimim menga keyinchalik ishlashimga yetadi deb to'xtalish bu noto'g'ri bo'ladi. Ya'ni kundan kunga dunyo bo'yicha ham yangi texnologiyalar, yangi dasturlash tillari yildan yilga o'sib boryaptiki, demak IT sohasidagi har bitta mutaxassis o'zini ustida ishlash to'xtatish kerak emas. Har bitta yangi texnologiyani ishlatish va unda ishlab bilishi, albatta o'rgangan holda buni davom ettirish kerak. Rahmat. Bizda infratuzilma IT sohasi rivojlanishi uchun yetarlimi? Albatta yetarli. Mobil aloqa qamrovi darajasi bizning O'zbekiston Respublikasi hududida 99% tashkil etadi. Ya'ni 99% O'zbekiston Respublikasi hududida bemalol fuqarolar mobil aloqa xizmatidan bundan tashqari simli internet xizmatlaridan foydalanish imkoniyatlari bugungi kunda mavjud. Simli internetni foizlarda to'xtaladigan bo'lsangiz, hozirgi kunda 97,5% tashkil etadi, qamrov darajasini aytyapman. Ya'ni O'zbekiston Respublikasida hozirgi kunda telekommunikatsiya sohasini rivojlantirishda ishlar to'xtagani yo'q. Oxirgi zamonaviy optik tolali aloqa liniyalari orqali fuqarolarga internet, simli internet xizmatlarini ko'rsatib kelmoqdamiz.
Ya'ni bugungi kunda mana oldingi yilni misolda tahlil qiladigan bo'lsak, 2024-yilni o'zida 60 ming kilometr biza optik tolali aloqa liniyasini qurdik O'zbekiston Respublikasida va bu yilgi rejamizda yana 30 ming kilometr optik tolali oxirgi zamonaviy aloqa liniyasini tashkil etish reja qilganmiz. Mobil svязьga, mobil aloqasiga to'xtaladigan bo'lsa, mobil aloqasida ham o'tgan yilga misol qilib oladigan bo'lsak, biz 6 mingta qo'shimcha baza stansiyasi, ya'ni mobil aloqa stansiyasini o'rnatgan bo'lsak, bu yilga ham 6 mingta yangi mobil aloqa baza stansiyasini o'rnatishni reja qilganmiz. Infrastruktura bundan keyin ham rivojlanadi, bunga harakat qilamiz. Rahmat. Aytib o'tganimizdek, bu sohaga hali uzoq yillar bo'lmadi-da. Bu sohani o'rgatish uchun yetarli darajada kadrlarga menimcha ehtiyojimiz hali ham bor. Qaysi sohadagi bir mutaxassislarga ehtiyoj ko'proq degan savollar ham tug'ilishi tabiiy. Hozir yuqorida aytib o'tganimdek, sun'iy intellekt bugungi kunda juda ham jahon talabi. O'zbekiston Respublikasida ham bunga alohida e'tibor qaratish boshladik. Sun'iy intellekt yo'nalishida mutaxassislarni tez kunlarda ishlab chiqish, ularni o'qitish, ularni yaxshi mutaxassis qilib tayyorlashga hozirgi kunda juda ham katta e'tibor qaratilyapti. Bundan tashqari IT yo'nalishida ham, ya'ni juda ham ko'p yoshlarimiz hozirgi kunda qiziqyapti, chunki joyida o'tirgan holatda yaxshi daromad topish imkoniyatiga ega bo'ladi bu soha mutaxassislari. Va o'zimizda ham IT hubga aylantirish, O'zbekiston Respublikasini 2030-yilgacha IT hubga aylantirish reja qilingan. Ya'ni bunda biz yaxshi mutaxassislarni o'qitish, ular bilan ishlash va ularga imkoniyat yaratish bo'yicha ham tegishli ishlar biz tomonidan ham amalga oshiriladi. Xalqaro IT sertifikatga ega yoshlarni o'qish xarajatlari va xalqaro sertifikatni topshirish xarajatlarini qoplab berish yo'lga qo'yilgan. Hozirgi kunda bu mana 22-yildan boshlangan bo'lsa, 25-yil yanvar-fevral oyiga kelib bu ancha ommalashdi. Ya'ni xalqaro xuddi shunaqa xalqaro IT sertifikatga ega yoshlar soni oshib bormoqda. Qo'shimcha ravishda mana IT Park tomonidan IT Park a'zolariga shu xalqaro sertifikatga ega bo'lgan va qo'shimcha B2 darajasiga, ya'ni B2 bundan ortiq xalqaro til bilish darajasiga ega bo'lgan yoshlarni shu ishga joylashtirish masalasida katta bir yordam, ya'ni mexanizm yo'lga qo'yilgan. Ya'ni ish o'rinlarini topish, yangi ish o'rinlarini aniqlash, ularni o'sha o'zimizdagi mahalliy yoshlarni ularga tavsiya qilish ishlari olib borilmoqda. Yana qo'shimcha sifatida aytish mumkin, vazirligimizning missiyasi bor. 2030-yilga qadar 300 ming nafar yoshlarni shu ish bilan ta'minlash, ya'ni IT sohasida ish bilan ta'minlash. Hozirgi kunda IT iste'dodlar, ya'ni vazirlik tomonidan shu IT ga qiziquvchi yoshlarni ro'yxati shakllantirilgan desak bo'ladi. Unga qo'shimcha ravishda hozirgi kunda 30 ming nafar kambag'al oilalarning farzandlari uchun 4 xil turdagi bepul kurslar tashkil etildi. Ya'ni IT Study web platformasi ishga tushib, shu platforma orqali bepul onlayn kurslarda o'rganishlari mumkin. Bunga qo'shimcha yana 1 million dasturchi loyihasi ham ishga tushgan. Hozirgi kunda ikkinchi bosqichi ishga tushdi. Ya'ni birinchi bosqichi muvaffaqiyatli bo'lgani uchun ikkinchi bosqichda mana shu yana davom ettirilib 1 million dasturchi loyihasida o'zbek tilidagi kurslarni, ya'ni o'zbek tilida xalqaro darajada bo'ladigan o'quv kurslarini o'zbek tilida yoshlarga aniq va tushunarli bo'lishi uchun sun'iy intellekt texnologiyasini qo'llagan holda yaratish ishlari amalga oshirilmoqda. Aynan fikringizda aytdingizki, IT ga qiziqadigan yoshlar aniqlanayapti deyapsiz-da. Qayerda aniqlanayapti bu yoshlar? Bu borada mana o'quv markazlari bilan hamkorlik yo'lga qo'yilgan, ya'ni o'quv markazlarini bitiruvchilari shu IT eksport bilan shug'ullanuvchi IT Park prezidentlariga ishga kiradigan bo'lsa, davlat tomonidan ularga subsidiya ajratiladi. Ya'ni qo'shimcha ularni o'quvchilari shu yuqori darajadagi o'sha korxonalar yangi kelib chiqqan, ya'ni yangi o'rgangan, ya'ni IT sohasiga qiziqib, endi shu IT ga qadam qo'ygan yoshlarni ishga qabul qilganligi uchun davlat tomonidan qo'llov, ya'ni qo'llab-quvvatlash yo'lga qo'yilgan. Korxonalar uchun ham imtiyoz yo'lga qo'yilgan. Bundan tashqari yana boyagi oliy ta'lim muassasalarida shu IT yo'nalishidagi yoshlarni ro'yxati shakllantirilib, umumiy
boya aytganimdek IT iste'dod loyihasi doirasida umumiy ro'yxat shakllantirildi. Bu nima beradi degan savol bo'lishi mumkin. Shu boyagi avval aytib o'tganimdek IT park rezidentlari ko'pincha hozirda mahalliylari ham bor, qo'shimcha ravishda xorijiy kompaniyalar, ya'ni nufuzli xorijiy IT kompaniyalarni O'zbekistonda filiallari ham ochilmoqda. Ular o'z-o'zidan, ya'ni mahalliy resursga ehtiyoj sezadi. Bu degani biz endi mana til biladigan, ITdan xabari bor, ya'ni xalqaro sertifikatga ega yoki kurslarda o'qigan o'quvchilarni ularga tavsiya qilish maqsadida biz shu aniqlash mexanizmini o'ylab chiqdik va shuni orqali mana hozirgi kunda bu mexanizm ishlab kelmoqda. Bugun IT sohasi nafaqat kelajak kasbi, balki yuqori daromadli yo'nalish sifatida ham e'tiborni tortmoqda. Har kuni minglab yoshlar dasturlash yo'nalishini o'rganish uchun kurslarga yozilmoqda. Ammo IT sohasida o'qish uchun qancha mablag' kerak? Bu hammaning ham cho'ntagi ko'tara oladigan kursmi? Alo, assalomu alaykum. IT kurslarida o'qimoqchi edim, narxlarini so'ramoqchi edim sizdan. Necha oy davom etadi? O'qishimizdan davomiyligiga 9 oy bo'ladi. Oylik to'lovi qancha? Oylik to'lovimiz 2 million so'mdan bo'ladi. Shunda 9 oylik o'qishimiz 18 million so'm bo'ladi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. IT kurslarida o'qimoqchi edim. Narxlari bilan kurs davomiyligi tanishtira olasizmi? Bizda Python dasturlash tilini o'rgatishdan boshlanadigan kursimiz bor. 3 oy davom etadi. 3 oylik Python tugagandan keyin 5 oylik C++ dasturlash tiliga o'tasiz. Har bir etapdan keyin qanaqadir imtihon bo'ladimi? 3 oydan keyin imtihon bo'ladi. Ikkinchi C++ ga o'tishingiz uchun. Oylik to'lovi qancha? Oylik to'lov Pythonda o'qisangiz 500 ming. 3 oy boshida C++da o'tsangiz 600 ming. Keyin mutaxassislik yo'nalishiga tanlashingizga qarab 1 milliondan 1,5 milliongacha mutaxassislik kurslar. Assalomu alaykum. Siz IT va dasturlashni professionallardan o'rganish bo'yicha o'quv markazi. Alo. Alo, assalomu alaykum. Qanaqa yo'nalishlar bor? Oylik to'lovi qancha? Dars qaysi kunlari o'tiladi? Onlaynmi, offlaynmi? O'zi dasturlash sohasi bo'yicha oldin o'qiganmisiz? Yo'q, oldin o'qimaganman. Xalqaro bir nechta kompaniyalar ichida tashkil etilganligi uchun birinchi navbatda biza yaxshi rezultat qilgan, yaxshi natijaga erishgan bolalarni o'zimizning kompaniyamizga ishlab qolamiz. Bizda har bitta kursimiz davomiyligi 0 dan boshlab 10 oy, haftada 3 kun 2 soatda tashkil qilingan. Oylik to'lovimiz 1 million 400 ming so'm. Bir oyga bu? Albatta. Barchaga ma'lumki, O'zbekistonda IT kurslari soni keskin ortmoqda. Ba'zilar qisqa muddatda dasturchi bo'lishni va'da qiladi, boshqalari esa uzoqroq, lekin fundamental ta'lim berishga harakat qiladi. Masalan, kurs narxlari o'rtacha 500 ming so'mdan boshlanib 2 milliongacha boradi deb olganimizda, ota-onalar bunga qanday qaraydi va eng muhimi, bunga har bir oila tayyormi? Kelib chiqayotgan savollarga javob topish uchun ota-onalar fikri bilan qiziqdik. Savolim bor edi, bir daqiqa. Farzandingizni IT kursida o'qitgan bo'larmidingiz? Sizga bir oylik to'lovi qancha bo'lgani qulay? Zo'r bo'lsa 400-500 da. Sizga bir oylik to'lovi qancha bo'lgani qulay? Tekin bo'lgan yaxshi. Bir to'lanadigan bo'lsa. 500 ming o'qitamiz. Qancha to'laysiz? Oyiga 500 mingdan. Bu sizga qulaymi, masalan, oylik to'lovi? Qulay. 700-800 normalniy bo'ladi deb o'ylayman, bilmayman yana. Lavha ustida ishlashni boshlaganimda IT kurslari juda qimmat, hamma ham o'qiy olmaydi deb o'ylagan edim, lekin haqiqatda adashgan ekanman. Kurs narxlari turlicha bo'lsa-da, har bir inson o'z sharoitiga mos variantni topishi mumkin. Kurslarda nafaqat pullik, balki mavjud turli grantlar asosida ta'lim olish imkoni bor. Ya'ni siz yangi bilim olishni istasangiz, hech qanday omil qarshilik qila olmaydi. Muhimi xohish va harakat. Bizni hattoki jajji farzandlarimiz ham o'tirgan joylarida nimadir ixtiro qilishga o'zlarini bir tabiatlarida bor bo'lib tug'iladi. Faqatgina bu iste'dodni yo'naltirishni balki bilmagandirmiz. Soha endigina rivojlana boshlagan. Sizdagi o'sha maktabdagi faoliyat haqida bilmoqchimiz. Yoshlarning qiziqishlari qanday? Ularga yaratilgan sharoitlar qanday? Kimlar dars beradi? Va albatta narx-navolar ham bizga qiziq juda ham. Marhamat.
Bu O'zbekistonda tashkil etilgan ilk ITga ixtisoslashtirilgan xususiy maktab hisoblanadi. 5-sinfda bo'lishiga qaramasdan bizga bergan topshiriqlarni mukammal tarzda biz o'ylagandanda yaxshiroq darajada bajarib keladi. Ixtirochilar deb ketdi shu paytda biz ixtirochilik yo'nalishlarimiz 6-sinfdan boshlanadi. Ya'ni 6-sinfda mana bunga o'xshagan robot texnika jihozlarini yasab, o'zini robotlarini yasagan holda ommaga tatbiq etish ishlari ham olib boriladi. Demak, maktabga 5-sinfdan qabul qilinadi, shunday? 5-sinfdan 11-sinfgacha. Nimalarga asoslanib qabul qilinadi? Kirish imtihonlari asosida qabul qilinadi. Ya'ni kirishda matematika, ingliz tili va IT sohasida umumiy bazaviy savollardan tuzilgan testlarni ishlash orqali qabul qilinadi. Ya'ni bunda nima uchun aynan matematika, ingliz tili, IT? Chunki IT ni o'rganish uchun matematika aniq kerak, chunki ITda matematika ikkalasi chambarchas bog'liq yuradi har doim. Ingliz tili nima uchun kerak degan savolga bo'lsa, boya aytganlaridek, yangi texnologiyalar kelib chiqadi, yangi narsalar o'rganish kerak bo'ladi. Shu paytda ingliz tili bilan bemalol xorijiy saytlardan, xorijiy videolardan o'zimizda bo'lmagan bo'lsa ham bemalol o'rganish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Bu robot, buni funksiyalari haqida menimcha yaratgan singlimizni o'zlari gapirib bersalar kerak. Bu robotarim bu har xil og'ir narsalarni, kilogramli shunaqa narsalarni ko'tara oladigan robot. Ekskavatorni bolasimi shunda? Ha, masalan qurilishlarda har xil kirpishlarni olib qurish uchun shu robotlarni ishlatishadi. Qiz bola aynan qurilish sohasiga qiziqishi meni hayratda qoldirdi. Aynan ayollarga, qizlarga bir qiziqarli bo'lgan mavzuga qo'l urasiz deb o'ylaganim, aynan bu robotni ko'rganimizda yigit yasaganlar deb o'ylaganim. Nima sababdan aynan bunga siz qo'l urdingiz? Nima sababdan aynan bu yo'nalishni yengillashtirishga yordam bermoqchisiz? Juda qiziqarli soha. Har xil robotlar yasashga o'z kichkinaligimdan Lego konstruktorda yasardim har doim shunaqa narsalar. Qiziqardim. Keyin boshlandi. Har xil robotlar, mashina, arm robot shunaqalarga qiziqish tortishni boshladi. Keyin g'oya keldi. Shu arm robot qilish uchun g'oya keldi. Keyin qildim. Bu harakatlanadi? Ha, harakatlanadi. Ko'rsatib berasizmi? Marhamat. Robot hozir quvvatlovchi moslama, ya'ni batareyalarda ishlayaptimi? Ha. Bluetoothdan. Bluetooth bilan boshqarsa bo'ladi. Ha, Bluetooth bilan boshqaradi. O'zi aslida Bluetooth unaqa telefonga ulanadi. Telefondan boshqarsa bo'ladi. Bu robot aslida servomotor degan narsa bor. Servomotor bilan ishlaydi va Bluetooth shunaqa narsalardan ishlaydi. Bu masalan zaharli konlar bor yoki qaysidir fabrikalar, firmalarni og'ir yuk ko'taradigan joylar bor. Asosan shu joylarda ishlatiladi bu robot. Bu hozir o'shani maketi, aynan o'zi emas, maketi va juda katta og'irlikni ko'tarishga mo'ljallanmagan. Bu biz o'quv tashkiloti bo'lganimiz uchun faqatgina maketi orqali biz o'rganamiz va kelajakda agar yasamoqchi bo'lsak, xuddi shu tartibda shuni kattaroq maketini bemalol yasay olamiz. Men lift yasamoqchiman. Lift maketini o'zi boshida boshlayotgandim va nimagadir to'xtab qoldim. Boshqa mavzularni o'tib ketdik. Keyin mavzularni bilib olib, hamma narsani bilib, liftni yasamoqchiman. Lift maketini. Albatta sizga bu yo'lda faqatgina omad tilaymiz. ITda xullas umumiy aytganda o'sha 5 yildan beri bo'lsam, 4 yildan beri dars beraman. Hozir 1 yildan beri o'sha IT proyekt loyihalarni qilyapmiz. Asosan B2B segment bu biznes egalarining muammosiga yechim qilib beramiz. Misol uchun mana Minor masjidni hammamiz bilamiz. Minor masjidning to'g'risida Venetsiya qurildi. Venetsiya qurilganda bizda nima bo'lgan? Ya'ni bizning biznes egamizda uylarni qaysi uy sotilgan, kimga sotilgan, necha pulga sotilgan, hammasi bitta ma'lumot bitta joyda bo'lishi kerak. Misol uchun o'shani yechimini qilib berganmiz. O'qish masalasida bo'lsa, o'qishim mana bakalavr o'qiganman. Ko'pchilik diplom kerak emas deydi. Men qo'shilmayman bu gapga. Diplom kerak deb o'ylayman. Nimaga? Chunki diplom bizga birinchidan tanish orttirishimizga yordam beradi. Ikkinchidan tanishdan tashqari bizning ustozlarimiz bor, ustoz yordam beradi har doim. O'ylayman, ustoz doim kerak. Lichniy fikrim, ustoz bilan odam tezroq o'sadi deb o'ylayman. O'zim ham dars berganman bolalarga. Alberoniy maktabida, Fortuna maktabida.
hozir ham o'zimizni komandadagi bolalarga qo'limdan kelgancha yordam berib turaman. IT sohasini o'rgatadigan ustoz nimalarni bilishi kerak? IT sohasini biladigan ustoz nima bo'lsa ham IT specialist bo'lishi kerak deb o'ylamayman. Ko'pchilik bizda o'ylaydi, zo'r o'qituvchi bo'lsin-da, ishini professional bo'lsin deb o'ylashadi, lekin yo'q. Men bu fikrga umuman qo'shilmayman. Professional bo'lganlardan ko'ra o'rtacha bo'lsin, lekin bolaga zo'r tushuntirib bersinlar. Professional programmist bilan, misol uchun dasturchi bilan gaplashib qiyin, u odamga nimadir tushuntirib berish o'zi qiyin. Qanaqa qilib bola, misol uchun dars bergan bilaman, o'zi IT qiyin soha. Endi agar unga yana zo'r professional ustoz olib kelsa, uni tushuntirish bilmaydi, chunki ustoz ishi dars berish. Bola bilan ishlashni ham bilish kerak demoqchisiz. Ya'ni bolaga darsni ustoz berish kerak, programmist emas. O'shaning uchun o'ylayman, ustoz asosan o'sha ustozlik anaqasini bilish kerak, ko'proq immunitet sohasini bilgandan ko'ra deb o'ylayman. Men o'zim ham IT sohasini o'rganish boshlaganimda xuddi shunaqa muammoga duch kelgandim. Ya'ni hozirgi vaziyatda o'sha paytda ham juda kuchli mutaxassis edi. Hozir Google kompaniyasida ish olib borayotgan. O'sha paytda dars o'tayotganlarida tushuntirish qobiliyati unchalik yetarli emas. Bilim kuchli, tushuntirish qobiliyati yetarli emas. Shu tomondan o'zimga ham tushunish qiyin bo'lgan. Bu kishining fikrlariga to'liq qo'shilaman. Albatta bugungi kunda elektron hujjatlar ko'payyapti degan fikrlar dastur avvalida aytib o'tildi. Umuman olganda yana qaysi hujjatlar elektron shaklga o'tayapti? Menimcha xalqimizga juda ham qiziq bo'lsa kerak. Yaqinda ijtimoiy karta loyihasi ishga tushdi, ya'ni 2024-yil 1-dekabrdan boshlab Toshkent shahri va Yangiyo'l tumanida sinov tariqasida 2025-yil 1-iyuldan boshlab respublikaning boshqa barcha hududlarida ijtimoiy to'lovlarni ijtimoiy karta orqali to'lash ishga tushdi. Shu loyiha doirasida hozirgi kunda biz 17 turdagi hujjatlarni raqamli ko'rinishini, ya'ni mobil ilovalar orqali raqamli hujjatlarni shakllantirishni yo'lga qo'ymoqchimiz. Ya'ni 2025-yil 1-iyuldan boshlab ID karta bo'lishi mumkin, haydovchilik guvohnomasi, pensiya guvohnomasi bo'lishi mumkin yoki talaba kartasi bo'lishi mumkin. Shu turdagi 17 turdagi hujjatlarni MyGov, ya'ni Yagona interaktiv davlat xizmatlari portalining mobil ilovasi va ijtimoiy karta mobil ilovasi orqali ko'rsatilganda u asl hujjatiga tenglashtirilgan holda raqamli ko'rinishda siz aks ko'rsatishingiz mumkin. Bu bizga nima beradi degan savol bo'lishi mumkin. Ya'ni aeroportda, vokzallarda yoki shu xizmat ko'rsatish sohalarida hujjat talab qilinadigan jarayonlarda shu ilovalar orqali hujjatni raqamli ko'rinishini ko'rsatish orqali xalqimizga ancha yengillik bo'ladi. Endi hayotiy vaziyatda bo'lishi mumkin, hujjat uyda qolishi. Hozir ham mana shunday vaziyat hozir bo'ldi. Bizni dastur boshlanishidan avval mana shunaqa joylarda yordam beradi. Shu joyda as qotadi. Ya'ni siz hujjatni asl ya'ni qog'ozli ko'rinishini emas, raqamli ko'rinishini ko'rsatish orqali ilovadan foydalanib shu xizmatdan bemalol foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Juda qulay xizmat bo'lar ekan. Sizni ham farzandingiz IT yo'nalishida ta'lim olar ekanlar? O'g'lim o'qiydi, farzandim. Bu sohaga menimcha 8-9-sinfda ayni islomiymi kirib keldi. Ayniqsa buni sababchisi bo'lgan o'zimni jiyanim, o'sinimni o'g'illari tomonidan, Ismoil tomonidan ular aytdilar, shu sohani o'rgansin deb ancha aniq qildilar, maslahatlar soldik, keyin notebook sotib oldik, mayli shu sohani egallasin deb Mohir dev nimasi bor, platformasiga kirib, shu sohaga pul to'lab 6 oylik kursi 1 yilda menimcha 1 yildan kamroq muddatda tugatdi. Python sohasini o'rgangan edi, yana qo'shimcha ustozlar tomonidan Java'ni yana bir yo'nalishi bor ekan, shu Java yo'nalishida hozir o'rganib bo'lishdi. Endi hozir aynan davrida SATga, ya'ni SAT degan nima chiqibdi hozir anu. Imtihon topshirish kerak ekan, matematika, keyin ingliz tili dan topshirdi, 960 ball 2 oy davomida. O'sha 2 oy ichida matematikani yaxshi o'rganib, ingliz tilini o'rgandi 2 oy. Mana shu 11-sinfga nima qilgandan keyin 960 ball oldi. Ya'ni 100 balldan oshiq ball yetmadi. Yana tayyorgarlik jarayoni ketyapti. Xudo xohlasa may oyida topshirmoqchimiz. Shu birga anaqa qilib ustozlar tomonidan yordam berishyapti, qo'llab-quvvatlashyapti. Men shundan xursandman. Farzandim bor. Xuddi bular o'qiganidek PGPda shu 12-13 yoshidan o'qishni boshladi o'g'limda. O'qib, o'sha Python, Java, Java Backend yo'nalishlarini bitirgandan keyin hozir 11-sinf o'g'lim, lekin частный kompaniyaga ishga kirib, hozirgi kunda $1000 oylik oladi deb bemalol ayta olaman. Juda ham yaxshi soha, juda ham yaxshi yo'nalish va PTP ham juda ham katta turtki bo'lgan shu farzandim IT yo'nalishida o'qishiga. Hozir bular gapirganlarda men ham faxrlanib
Kechirasizlar, sizlarning suhbatinglarni bo'ldim. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? IT sohasida gaplashyapsizlar ekan. Ammo uni narx-navosi haqida hech suhbat bo'lmayapti. Men bevosita hozir bu suhbatlaringni eshitdim. Masalan, men ikkita farzandim bor. IT sohasiga o'qitishim uchun oylik to'lovlar ancha qimmat. Men 4 million, 3 million oylik olaman. Xo'p, IT sohasida o'qitishim uchun farzandlarimni qancha oylik olishim kerak? Studiyaga men kutmagandim to'g'risi sizni kirib kelishingizni. Menimcha o'zingizni tanishtirishingiz ham kerak hozir. O'zingiz haqingizda ozgina ma'lumot bermasangiz, biz birdaniga yechim izlab ketishimizni o'zi ham noto'g'ri bo'lib qoladi. Marhamat. Meni ismim Muqaddas Saddinova, familiyam Jizzax viloyatidan keldim. Bu oylik bilan men farzandlarimni IT sohasiga bera olmayman. Ma'lumki, IT sohasi bugun kelajak texnologiyalari desak, hamma bir xil bo'lishi kerak emasmi bu IT sohasidagi narx-navolar? Imtiyozlardan foydalanish kerak. Yana IT ga o'qitgandan keyin kompyuter sotib olish kerak farzandga. Xullas, mablag' ancha-muncha kirish kerak-da. O'sha $1000 topish uchun farzandimiz, men o'ylaymanki, siz ham kichkina summa tikmagansiz, to'g'rimi? To'g'ri, aytganlaridek, u texnika bilan ta'minlash kerak, texnologiya bilan bolani albatta bor. Imtiyozlar, imkoniyatlar. Faqatgina xalq bu imtiyozlardan, imkoniyatlardan to'g'ri foydalanishi bilishi kerak. Buning uchun ma'lumotga ham ega bo'lish kerak-da. Qayerga murojaat qilsalar, mana hozir ko'rsatuv orqali bir insonni bir muammosini yechgan bo'lardik. Juda ham yaxshi bo'lardi-da. IT Park mutaxassisi o'tiribdilar. Marhamat. IT Park O'zbekiston tomonidan shuni ayta olamanki, ya'ni yuqorida aytib o'tdingiz, texnikalarga pul kerak, mablag' kerak deb. Biza o'sha inkubatsion sentrlar bilan, inkubatsion markazlar bilan birgalikda hakaton, ijaraton, shunga o'xshagan musobaqalar uyushtiramiz. U musobaqalarda qatnashish mutlaqo tekin. Misol uchun ijaratonga keladigan bo'lsak, u yerda 2 kunda jamoa bo'lib, qanaqadir bir masalaga yechim berishlari kerak bo'ladi talabalar. Hakatonga keladigan bo'lsak, 3 kun doirasida qanaqadir MVP, ya'ni ingliz tilida aytadigan bo'lsak, minimum valuable product, ya'ni yasha oladigan produkt yaratishlari kerak, yechim berishlari. Qarang, hozir farzandlaringiz necha yoshda? 8 yoshda. Juda ham kichkinada. Kichkina bolalar uchun, haqiqatda IT texnologiyasiga qiziqadigan o'quvchilar uchun qanday imtiyozlar bor? Kichkina bolalar uchun to'g'ri. Faqat talabalarga. Mahallalarda IT texnologiyalariga o'qitilyapti degan fikrlar ham borda, subsidiyalar berilyapti degan fikrlar. Bu qanchalik ishlayapti? O'zi aslida birinchi bitta narsaga e'tibor berishimiz kerak. Hamma yosh ham, ya'ni IT ga qiziqurmaydi. IT ga qiziqishini aniqlash uchun, ya'ni siz hozir ota-ona investitsiya kiritadi unga, balki qaysidir o'quvchi qiziqib shu IT yo'nalishdan ketadi yoki IT yo'nalishini o'zgartirib boshqa bir sohaga kiradi. Demak, biz mablag'ni tikaveramiz. Bo'lsa bo'ldi, bu ham bir tavakkalchilik ekan. Endi bu demak, farzandda qobiliyat bor ekan, lekin imkon yo'q ekanda. Hamma ham masalan riskka pul tika olmaydigan sharoit ham bo'lib qolishi. Buni aniqlash uchun mana hozir yuqorida ham aytib o'tdim, 1 million dasturchi loyihasi ishga tushgan, o'quv kurslari mutlaqo bepul. Ya'ni mana o'quvchilar kirib bemalol shu o'zbek tilidagi o'quv kurslari, xohlasa rus tili, ingliz tilida bepul o'quv kurslaridan foydalanib, shu yo'nalishda keta olish yoki ketmaslik qobiliyatini aniqlashi mumkin. Qanday bo'ladi? Qanday qilib o'sha 1 million dasturchiga kiramiz va o'rganamiz? Shu joylarni ham menimcha xalqqa osonroq qilib tushuntirib bering. Uzbek Coders sayti bor. Shu saytga kirib ro'yxatdan o'tiladi. Ro'yxatdan o'tgandan keyin o'zi bepul kurslar ochiladi. Bepul kurslar shu onlayn shaklda bo'ladi. Onlayn shaklda kurslardan bemalol foydalanib, o'zini shu IT qobiliyatlarini sinab ko'rishi mumkin bo'ladi. O'quv kurslarini o'qishadi, 8 oylik, 1 yillik kurslarni o'qishadi. Endi mana $500 yoki $1000 ishga kirishim kerak degan fikr shakllanib qoladi. Ya'ni tezroq pul topishim kerak degan. Albatta, umuman olganda yoshlar haqiqatda tez boy bo'lishni istashadi va biz ham farzandlarimiz boy va sog'lom bo'lishini har doim istaymiz. IT yo'nalishi shunday va'dalar beryaptiki, yorqin kelajakni aytayaptiki, hozir mana bu yerdagi fikrlardan, demak, haqiqatda pul topish osonroq bo'lgan soha. Yordam tarzida bir insonni bir mushkulotini oson qilsak, men o'ylaymanki, shuncha inson bekorga kelmagan bo'lardi-da. Qanday yordam bera olamiz? Farzandingiz necha yoshda hozir? Hozir farzandim 8 yoshda. O'zi IT sohasiga qiziqadi. Endi men o'zim uni kuzatishim natijasida aniqladim buni. Xo'p, birinchi sizga beradigan tavsiyam,
bular yuqorida aytib o'tganlaridek kurslar, ya'ni shu 1 million dasturchi shu kurslardan foydalanishni maslahat berdilar. Ya'ni unda boshlang'ich deb aytganlarini sababi o'ta foundation, ya'ni birinchi bola o'zini bu sohadagi qobiliyati va bu sohaga qiziqishi shuni olib keta olish darajasini o'zida sinab oladi. Foundation birinchi boshlang'ich ta'lim. Mani o'zimni farzandim 13 yoshida shu IT sohaga qiziqishni boshlagan. 3 marta imtihondan o'ta olmasdan yig'lab kelgan, oxiri yonimga men to'xtatganman. O'zimga bolaga qanaqadir qiyinchilik qilish boshlagan, yosh bo'lgani uchun bo'ldi, to'xta. Vaqt soati keladi. Hozirgi kunda bular aytganlaridek matematika va ingliz tili bilan ko'proq shug'ullansang, shu joyi keladi, vaqti keladi va sen bu yo'nalishni olib ketasan deganimda, o'g'lim o'zi taslim bo'lmagan. Yo'q degan, men o'qiyman degan. Menga yana imkoniyat bering degan. Albatta men pulli kursda o'qitayotganim sababi bo'ldi, endi borganman o'zim ham deb pul to'layman, yiqiladi, pul to'layman. Yana oxirgi marta imkoniyat bering degandek o'qishni davom ettirib 4 yil shu PDPda yotib olib, o'qib, harakat qilib, o'zini ustida ishlab, mana yuqorida ham aytib o'tdim, hozirgi kunda mutaxassisga aylanib, lekin to'xtatishi, yana o'sha birinchi savolingizga qaytadigan bo'lsak, o'rganish to'xtatgani yo'q. Ham o'rganyapti bitta vaqt o'zida, ham ingliz tilini ham albatta, ingliz tilini ham, chet tilini ham rivojlantiryapti o'zida. Shu bilan birga hozirgi kunda ishlab, mutaxassis bo'lib, albatta o'zi daromad topish imkoniyatiga ega bo'lgan 11-sinf o'quvchisi. Bu ertak emas. Bu men o'zimning hayotimdagi tajribamni aytib o'tdim. Bu yerda yana boshqa bitta ona o'tirgan ekanlar. Mana o'zlarining farzandlarida aytib o'tyaptilar. Avvalambor farzandingizga to'g'ri yo'nalish ko'rsating va uni shu 1 million dasturchida o'qitib ko'ring. Agar haqiqatdan shu yo'nalish meniki va qiynalmayman, shu yo'nalishda ketaman degan o'ziga aniq bir maqsad qo'yadigan bo'lsa, keyingi qadami уже devorlarni уже nima deydi, eshikni o'zi ochilib boraveradi, sekinlik bilan tanishlar orttiradi, yangi o'qishlarga qiziqadi va o'zini ustida ishlashni davom ettiradi farzandingiz. Shu o'rinda mutaxassislar shu yerdaligida siz ketib qolmaysizda studiyadan. Kiribsiz, bilmadim qanday kirdingiz bu yerga, lekin ketmasdan hozir shu 1 million dasturchiga qanday bog'lanish mumkin, nimalar hammasini ipidan ignasigacha menimcha so'rab surishtirib olsangiz bo'ladi. Mana shu yerda shuncha mana yordamchilar, hattoki onalar ham farzandlari o'qiyotgan. Shunday qilsak bo'ladimi? Bo'ladi. Rahmat sizga. Ketib qolmaysiz. Biz esa muhokamalarda davom etaveramiz. Rahmat. Sog' bo'linglar. Men dars berganimdan aniq bilaman, bolaga u 2-sinf bolasi yo'nalish tanlay olmaydi. 3-sinf ham 4 ham 5 ham 6 7 ham 9 ham tanlay olmaydi bizda. Qo'pol qilib aytganda-da. O'shanga men kurs yozganman. Kursim 1 million 100 turadi. Men o'shani bepulga polni tarqataman. Top Skill degan platformada yozganmiz, o'sha Mohirdev kanaliga. Ulardan avtorskini olganman. Kelinglar shunaqa qilinglar. Agarda mana kanal bo'lsa, kanal bemalol qo'ysanglar bo'ladi. O'sha dostupga studiyada professional kontent qilingan. 7-sinfgacha bola dizayn, dasturlash, logika IQni ba'zi tushunchasini oladi. Men Avstraliyada o'qiganimda o'sha yerda umumiy olgan bilimimni, bolalar bilan ishlash bilimini u yoqqa qo'yganman kursga borani. Sochni qilib kurs yozganmiz. Ishlashsa bo'ladi. Demak, hozir siz bu insonga sovg'a qilmoqchisiz? Yo'q, o'zi kim o'qimoqchi? Bolalarda chunki kurs kamda, ko'pi pulli. Kichkina bolaning kursini mana shunday bepulga qo'yaman. Kim xohlasa bemalol ishlasa bo'ladi. Kursga qanday qilib bog'lansa bo'ladi? U kursga menga kanalni YouTube'ga qo'yish mumkin emas, biz kanal qo'yaman desanglar, kanalga dostup beraman. Bemalol kirib, misol uchun Minbar kanali bormi yoki YouTube bormi, silka qo'yib olishimiz mumkin. Silkani bosishadi, kursga dostup ochiladi. Rus tilida ham, o'zbek tilida ham bor. 8 yosh deyaptilar, lekin bu 8 yosh bola uchun qiyin. Chunki mana biza meni qarindoshlarimga aytib, o'rganinglar deb o'g'limni tavsiya qilib, bitta nima tanishimizga aytdim, qarindosh sifatida o'rgatadi tekinga dedik. Kompyuter notebooklar ham sotib oldik. U 5-sinfda o'quvchisi. Boshida yaxshi boshladi, keyin qiyin nimaga o'tdi. Charchab qoldi. Bolaga og'irlik qildi. Men biz o'yladikki, hali vaqti bor ekan dedik. Bola bir 13 yoshligiga yetsin, 14 yoshligiga yetsin, ungacha ingliz tilini o'rgansin, matematikani o'rgansin deb turdik. Hozir bularni farzandlari juda ham hali yosh. Men tavsiya qilmoqchiman va aniq aytmoqchiman. O'sha matematika bilan ingliz tiliga tilni o'rgatsinlar degan anaqaga kelmoqchiman. Masalan, hozir bular uchun, farzandlar uchun qiyin. 8 yosh farzand uchun. Demak, IT sohasini necha yoshdan boshlab o'rgansa, eng maqsadga muvofiq bo'ladi? 12-13 yosh masalan. Taxminiy men o'zimning fikrim, chunki ko'pchilik mana qarindosh urug'larni taklif qildik, kompyuterlarni ham sotib olishdi, kredit asosida qilishdi, lekin shu masalani aytmoqchiman. Albatta o'sha farzandni IT sohasiga yo'naltirish uchun albatta kompyuter kerak bo'ladi, notebook. Lekin notebook olish uchun ham ancha muncha
qiyinchiliklar bo'ladi. Chunki masalan bitta notebook ham 600-700 dollar atrofida turadi. Buni masalan oddiy ishchi oilalarga qiyinchilik tug'diradi. Biz ham birinchi nimada notebookni kreditga olib berganmiz. Hozirgi paytda mana hozir nechinchi, ikkinchi, uchinchi notebookda ishlayapti уже. Nega bu soha tanlandi? To'g'risi o'zim ham bilmayman. Boshida to'g'risi qiziqishim umuman bo'lmagan. Ham bu narsani boshlanishi vaqti shu karantin vaqtida boshlangan. Undan oldinroq desam bo'ladi. Chunki 2020-yillarning oxiri eslayman. Akamlarning uyiga mehmonga bordik. Va o'sha notebooklarda qiziqib bir saytga kirib, o'zimcha nimadirlarni to'g'irlashga harakat qilganimni ko'rganlardan keyin. Siz necha yoshda bo'lgansiz o'shanda? Hop, 12 yo 11 yosh. Shu atrofida. O'shani eslayman. Bitta saytga kirib, orqa orqa kodlari bor. Oddiy userlar uchun ko'rinadigan. O'shani o'zgartirishga harakat qilayotganimda akamlar kelib qolib, nima qilding, bu nima bu deb qiziqqanlar uchun keyin tushuntirish boshlaganlar. Mana shunaqa narsalar deb tushuntirish boshlaganlardan keyin o'zimda ham qiziqish ozgina ortgan. Demak, ITga umuman qiziqmaydigan odam ham rivojlantirsa bo'lar ekanda qobiliyatlarini. Hop, qobiliyat har bitta bolada bo'ladi, faqat uni chiqarib olish kerak bo'ladi. Endi to'ldim 17 ga. Hop, hozir o'zim frilanserlik qilaman, ya'ni onlayn ish qilaman va bu orqasidan deylik soatiga yoki kuniga pul topisham bo'ladi. Masalan, har xil ishlar bor. O'zini qiyinchiligiga qarab 50 dollardan 100 dollargacha yoki 15 dollardan 25 dollargacha tashkil qiladi. Topsam bo'ladi degani men topayapman deganimi yoki endi topmoqchiman deganim? Topyapman desam bo'ladi. Chunki buni aniqini ayting. Topayapsiz? Ha, shunaqa. Uydan bekityapsizmi deyman, oyi sho'ttaliklarda. Shunaqa desam bo'ladi. Ha, demak, qaysidir ma'noda bilimlar o'z natijasini beryapti. Shunaqa. Masalan, mana o'zimizda O'zbekistonda qaraydigan bo'lsak, bundan 10-15 yil oldin IT mutaxassislarini topish juda ham qiyin edi. Qidirardik, bir yaxshi dasturchi qayerda bor deb. Mana oxirgi 10 yillikda olib borilgan sa'y-harakatlar natijasida bu dasturchilar tayyorlaydigan markazlarni yoki dasturchilarning o'zi borgan sari demak soni ham, sifat ham oshib bormoqda. Bu albatta yaxshi, lekin bitta tarafi bor, raqobat ham oshib boryapti. Raqobat oshib boryapti. Bu demak har bir mutaxassisni o'zini ustiga ko'proq ishlash kerakligini yana ham bir kuchli vazifa sifatida qo'yadi. Ya'ni avvallari oddiyroq bir 3-4 oy o'qib demak ish topgan bo'lsa, endi kuchli mutaxassis bo'lish kerak. Endi fundamental bilimlari yuqori darajada bo'lish kerak. U demak o'sha algoritmlarni, dasturlarni yuqori darajada yoza olish kerak. Sun'iy intellekt bugungi kunda mana e'tibor berayotgan bo'lsak, juda ko'p sohalarni, ayniqsa IT mutaxassislarini ham ishini ma'lum bir ma'noda o'rinni egallashga da'vogarlik qilyapti. Lekin buni demak IT mutaxassislar qanday qabul qilish kerak? Bu o'ziga xos chorlov. Ya'ni demak IT mutaxassislarimiz yangi yo'nalishlarga, yangi ixtisoslashgan yo'nalishlarga tayyor bo'lishlari kerak. Ya'ni o'sha aytib o'tganlaridek sun'iy intellekt yo'nalishi bo'yicha yoki ma'lumotlarni tahlil qilish yoki bo'lmasam kiber xavfsizlik yo'nalishlari bo'yicha kuchli mutaxassislar paydo bo'lishi kerak. Endi mutaxassislarimiz nafaqat O'zbekistonda, balki chet ellar uchun ham demak raqobatbardosh dasturlar ishlab chiqa olishlari va eksportga mahsulotlar chiqarishlari uchun demak kuchli bilim kerak bo'ladi. IT sohasini rivojlantirishga masalan davlat tomonidan har tomonlama demak qo'llab-quvvatlov mexanizmlari joriy qilinyapti. Masalan, mana aytib o'tilgandek, bepul o'quv kurslari yoki bo'lmasam IT yo'nalishi bo'yicha ixtisoslashmoqchi bo'lgan yoshlarga o'sha texnikalarni masalan bepul yoki subsidiya asosida berish usullari, qolaversa mana bir qancha o'quv muassasalari shu yo'nalishda faoliyat ko'rsatib qolaversa, mana bilasizlar, mana IT park rezidentlariga berilayotgan soliq imtiyozlari bu juda ham katta narsa. Bu boshqa davlatlarda, butun dunyo mamlakatlarida solishtiradigan bo'lsak deyarli yo'q. Bu barmoq bilan sanarli mamlakatlarda faqatgina bunaqangi imtiyozlar, bunaqangi qulayliklar bor. Haqiqatda sun'iy intellekt ko'pchilik sohalarni qamrab olyapti, hattoki boshlovchilik ham qilyapti. Umuman olganda insonlarda shunday bir fikrlarni uyg'otish tabiiyda, ertaga biz ishsiz qolib ketmasmikinmiz? Odamlarga ehtiyoj kamayib ketmasmikin? Hamma sohani sun'iy intellekt egallab olsa degan fikrlar ham tug'ilishi tabiiy. Bu fikrga qanday munosabat bildirasiz? Sun'iy intellekt haqiqatdan ham mana demak jadal dunyo mamlakatlarini qaraydigan bo'lsak, masalan robotlashtirish, robotlar bugungi kunda zavodlarda ishlashni boshladi yoki boshqa yo'nalishlarni ham qarashimiz mumkin. Ma'lum bir kasblarni
o'rnini egallashga da'vogarlik qilib, harakat qilib, demak, natija ham ko'rsatib kelmoqda. Bu ayrim joylarda, masalan, insonlarga nisbatan tezkorligi, aniqligi yoki bo'lmasam o'sha yaratib berayotgan, demak, natija mahsullari yuqoriligi bilan ajralib turibdi. Lekin sun'iy intellekt bu hamma ma'lum bir qism odamni chekkaga chiqarish mumkin deb hisoblaydigan bo'lishimiz ham mumkin, lekin bu yana ham kengroq imkoniyatlar ham ochib beradi. Masalan, har qanaqa ixtiro, har qanaqangi yangi bir yo'lga qo'yiladigan bir innovatsion mahsulot o'zini yoniga yana qo'shimcha demak imkoniyatlarni ham ochib beradi. O'ylaymanki, sun'iy intellekt bu bizda masalan dasturchilarimiz uchun katta imkoniyat beradi. Agar kuchli mutaxassis bo'lib, sun'iy intellekt yo'nalishi bo'yicha mana robotlashtirilgan tizimlarni yaratish yoki sanoatlashtirish imkoniyatlarini agar dasturlab bersa, o'ylaymanki, bu nafaqat yoshlarimiz uchun, butun davlatimiz uchun ham foydali bo'ladi. Sun'iy intellekt hayotga ketganlaridagi ijobiy tomonlari bor, ya'ni insonni ishini yengillashtiradi yoki biror bir muammoni hal qilishni tezlashtiradi, vaqtni qisqartiradi. Endi hayotiy misol sifatida aytishimiz mumkin. Misol uchun sog'liqni saqlash sohasida mana hozirgi kunda sun'iy intellekt modellaridan foydalangan holda, misol uchun bachadon bo'yi saratonini yoki boshqa saratonlarni erta aniqlashda mana shu sun'iy intellekt texnologiyasidan foydalangan holda tezlashtirish ishlari, ya'ni shu bo'yi tashxisni aniqroq qo'yish, shifokorga yengillik berish, misol uchun bir kunda umumiy 100 ta tashxis qo'yish imkoniyati bo'lgan bo'lsa, sun'iy intellekt yordamida 1000 taga yetkazish mumkin. Bu ya'ni shifokorni ishini o'rnini egallash emas, shifokorga qo'shimcha yordamchi sifatida, misol sifatida ko'rsatishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni sun'iy intellektga o'rgatilgan model shu kasallikni aniqlashda aniqroq shaklda shifokorga qo'shimcha xulosa qabul qilishda yordam beradi desak bo'ladi. Bu tibbiyot tizimiga kirib borganmi? Bu hozirgi kunda tibbiyot tizimiga kirib bordi desak ham bo'ladi. Soddalik har doim ham fazilat bo'lavermaydi. Aytmoqchi bo'lganimiz, Telegram kanallarida ochilgan birgina ilova orqali bizni barcha hujjatlarimiz aniq va sodda, ravshan bilinyaptiki, ya'ni xakerlarga, bilimdonlarga, biz bilmasakda ular bilishayapti. Kimnidir kartasidan osonchilik bilan pullar o'zlashtirilyapti yoki kimnidir hisobiga, kimnidir nomiga kreditlar rasmiylashtirilyapti. Bu ham bir oddiy holdek qaralayapti-da, kunda kunora eshityapmiz bu narsani. Qanday xulosaga kelsak bo'ladi? Masalan, Telegramda keladi har xil dasturlar, o'rnatiluvchi dasturlar, APK kengaytmali dasturlar keladi. Masalan, cashback olasiz yoki bo'lmasa qanaqadir foyda olasiz yoki imtiyozli sizga tekinga pul berildi degan bir oson pul topishni taklif qilishadi va o'sha xavfli kodga ega bo'lgan dasturlar keladi. Biz uni o'rnatib, keyin o'zimizning karta ma'lumotlarimizni ayrim hollarda kiritib, uni himoya kodini ham kiritib, o'zimizning kartamizni boshqarish huquqini, demak, o'sha xakerlarga yoki o'sha yovuz niyatli odamlarga desak bo'ladi, o'sha bizni pulimizni o'g'irlamoqchi bo'lgan odamlarga berib qo'yamiz. Bu juda ham noto'g'ri. Demak, biz birinchidan begona o'sha o'rnatilishi kerak bo'lmagan dasturlarni o'rnatmasligimiz kerak, birinchisi. Ikkinchisi, o'sha kelgan himoya kodlarini, SMS-larni, kodlarini hech kimga bermasligimiz kerak. Faqat shu yo'l bilan, demak, biz nima qilamiz? O'zimizni pulimizni, o'zimizni ma'lumotlarimizni asrab qolamiz. Shu uchun hammaga tavsiya qilgan bo'lardik. Birinchisi o'sha begona dasturlarni o'rnatmaslik, ikkinchisi kelgan himoya kodlarini hech kimga oshkor qilmaslik. Qonunchilikka o'zgartirish kiritildi. Mana bundan boshlab endi kredit tarixini olmoqchi bo'lsa, fuqaro cheklab qo'ysa, kredit rasmiylashtirish avtomatik, ya'ni fuqaro tomonidan cheklangan bo'ladi. Yana bundan tashqari mana to'lov tizimlarida mana mobil ilovalar, PayMe, Click, har xil to'lov ilovalari bor. Yuzni tanish orqali shu o'tkazmalarni amalga oshirish yoki boshqa xizmatlardan, ya'ni bank xizmatlaridan foydalanish amalga oshirilmoqda. Bu ham o'z navbatida shu xakerlik ishlarini amalga oshirishda bir qo'shimcha ravishda to'siq bo'ladi desak bo'ladi. Bitta savolga javob bo'lib ketishi mumkin. Ya'ni bizga qaysi kadrlar yetishmayapti degan savol ko'tarildi yuqorida. Shunda kiberxavfsizlik xodimlarini, kiberxavfsizlik o'rgatadigan kadrlar yetishmayapti. Bu nafaqat yoshlarga, kiberxavfsizlikka qiziqadigan yoshlarni bu sohani rivojlantirish uchun, balki aholini ham shu o'zini xavfsizligini ta'minlash uchun ma'lum darajada sabab bo'ladi degan xulosaga kelsak bo'ladi. Onlayn do'konlar ham tez avj olib bormoqda. Misol uchun, oddiy misol Temuga o'xshagan yoki boshqa narsalar. Ularga foydalanuvchi yuzerlar Gmail yoki oddiy telefon raqami orqali ro'yxatga o'tadi. Agar email pochtasi orqali ro'yxatga o'tgan bo'lsa, unga face, ya'ni fake
holatda boshqa manzillar ham kelishi mumkin URL holatda. Yoki bo'lmasam qaysi bittadir saytga kirgan payti qanaqadir barabanni aylantirsangiz sizga tekin holatda mana shu sovrin yutuq chiqdi. Biz sizga o'shani berishimiz mumkin. Undan oldin ma'lumotlaringizni kiritishni so'raymiz degan payti oddiy foydalanuvchilar o'shan ishonib o'sha narsaga xabarga bemalol ma'lumotlarni kirgizishadi va o'zlarini karta ma'lumotlari va boshqa pasport ma'lumotlarini ham berib olishlari mumkin bo'ladi. Atrofimizda nogironligi bor bo'lgan insonlar bor va ular uchun IT eng mukammal bir yechim bo'la oladi degan fikrlar borda. Demak, mablag' topishlarida uyda o'tirgan holatda fikrlab, o'ylab, balki kompyuter o'yinlari yaratishar yoki bir qandaydir dasturiy ta'minotlarni yechishga yordam berishar. Umuman olganda nogironligi bo'lgan shaxslarni IT sohasida o'qishlari uchun qanday imtiyozlar bor degan savollar ham tug'ilishi tabiiy. Marhamat. Boyagi savolga qaytsak ham bo'ladi. Ya'ni IT ga kirishda yosh doirasi meni fikrimcha, ya'ni cheklanmagan, faqat maqsadga bog'liq. Ya'ni professional darajada shug'ullanmoqchimi yoki IT ga qiziqishini aniqlamoqchimi? Bu borasida mana o'zi yosh bolalar uchun mana 8 yosh, 10 yosh bo'ladimi? O'yin tarzidagi dasturlash ko'rinishida yoki boshqa bir ilovalar bor. Shular orqali o'zini IT ga qiziqishini aniqlash mumkin. Bo'sh vaqtida, ya'ni yosh bola uchun maqsad nima bo'ladi? Uni bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish. Bo'sh vaqtini shu IT ilovalar orqali, ya'ni o'yin tarzidagi ilovalar orqali tashkil qilish mumkin bo'ladi. Misol uchun jahon tajribasida bor. Hozir 10 yoshlik dasturchilar ham bor, 12 yoshlik dasturchilar ham bor. Yaxshi yuqori bir kompaniyalarda ishlab kelayotgan dasturchilar ham yoki o'zini O'zbekistonda ham biz maqtansak arziydigan dasturchilar. O'sha Alberinida bir 400 ga yaqin o'quvchi, Fortunada bir 60-80 ga yaqin o'quvchi bo'lgan bo'lsa, bolalar bor edi. 4-sinfda ularni fikrlashiga men o'zim mana ustoz sifatida har doim ustozni eng aqlli chiqarib qo'yishadi. Demak, ustoz ham o'zi yecha olmasa ekan, endi bilganman o'shani o'qituvchi bo'lib. Men ham eng aqlli bolalarni chiqarib yechtirardim. Bolalar bor edi, 3-4 oy mendan o'tib ketardi. Uverni ayta olaman, shunaqa 7-8 sinfda ham bolalar bemalol misol uchun dasturlashdan 1 yil o'qib turib, o'sha ishga kiradigan darajaga chiqadi. Lekin nimagadir men bilmayman, ko'p IT kompaniyalar ham, korxonalar ham yosh ekan yokida yoshni hurmat qilishmaydi. Men o'zimni ham 18 dan boshlagan bo'lsam, meni ham даже ko'p mana shunaqa muammolar bor. Yoshim hisobiga, ko'rinishim hisobiga, seriyosni olishmas edi. Mana jiddiy qabul qilishmasdi. Jiddiy qabul qilishmasdi. Alhamdulillah, yomon bo'lmadi. Men o'ylayman, Uvernetalni yosh bolalar agar kelsa, qiziqsa, ko'rish kerak deb o'ylayman. O'shanga men ham o'quvchilarim ham olganmiz, kompaniyaga kod yozishadi, bolalar eplashyapti. Mavzuga qaytadigan bo'lsak, inklyuziv ta'lim bugungi kunda ta'limni barcha bosqichlarini qamrab olyapti. Umuman olganda sizni maktabingizda ham nogironligi bo'lgan shaxslar o'qitiladimi? Ular uchun bir imkoniyatlar, imtiyozlar yaratiladimi? Shular haqida ham bilmoqchimiz. Marhamat. Nogironlar ikkita bo'lgan. Ular nogiron qanaqani? Oyoq qo'ldan nogiron, u miyadan ketgan, shuning uchun ularni o'qitish qiyin edi. Logika, matematika bo'limini ba'zi uchun ishlaydi, lekin unaqa nogironlarni hali o'qitib ko'rmagan ekanman. O'zi aslida mana ochiq veb-saytlarda ochiq ma'lumotlar shaklida o'qish shakli tashkil qilingan. Plus mana nogironlar uchun sun'iy intellekt o'zi model shakllantirib, misol uchun surdo tarjimonni shakllantirish mumkin yoki subtitrli o'quv kurslarini shakllantirish mumkin. Bu yoki ovozli shaklda qilib o'girib berish mumkin. Bu nogironlar uchun shu o'quv kurslarini o'rganib, IT sohasiga qiziqishini oshirib, shu IT sohasida professional ta'limini shakllantirib, shu sohada faoliyatda olib borish uchun imkoniyatlar desak bo'ladi. Qo'shimcha ravishda mana IT sohasi keng qamrovli, faqatgina dasturlashdan iborat emas. Uydan turib faoliyatni amalga oshirish ham mumkin. Bu o'z navbatida faqat nogironlar uchun emas, ayol xotin-qizlar uchun ham to'g'ri keladi. Umumiy qilib aytadigan bo'lsak, shu IT sohasida ta'lim olish, ya'ni onlayn o'quv platformalaridan o'rganish yoki boshqa bir manbalardan o'rganish, bu biror bir joyi, muhitni naqasini talab qilmaydi. Unga faqatgina internet, kerakli shu vositalar, ya'ni notebook, kompyuter bo'lsa, shuni o'zi yetarli bo'ladi. IT sohasiga qiziquvchi yoshlar orasida yigitlar yetakchilik qiladida. Qizlar juda ham kamsonli. Balki biz bilganlarimizdir. Yo fikrimga qo'shilasizmi yoki yo'q? Qaysi biri? O'zi aslida birinchi dasturchi ayol kishi bo'lgan. Mana tarixdan bilishimiz mumkin, birinchi dasturchi ayol kishi bo'lgan. Hozirgi kunda endi yo'nalishga qarab ajratsak bo'ladi. Ya'ni ayollar misol uchun dizayn sohasida, modellashtirish sohasida yoki dasturlashni ham misol uchun front-end sohasida ko'plab shu ayollar, xotin-qizlar faoliyat olib boradi.
Yo'q, bugungi kunda ayollarga ham, yosh qizlarga ham juda ham katta e'tibor qaratilyapti. Nafaqat o'quvchilar, balki uyda o'tiradigan ayollar, kam ta'minlangan ayollar, bu bo'yicha ham bizani oldimizga bir qancha maqsad qilib qo'yganmiz. Vazir maslahatchisi lavozimi joriy qilingan hozirgi kunda ular shu aynan ayollarni va yoshlarni IT sohasiga qiziqtirish bo'yicha bir qator ishlarni birgalikda amalga oshiryapmiz. Aytib o'tishim mumkin, bemalol bizda tadbirlar uyushtiriladi. Tadbirlarda shu har bir viloyatgacha ham kirib borishga harakat qilamiz. Shu viloyatlarga kirib, ozgina talantga ega bo'lgan yoki haqiqatdan IT sohasida o'qimoqchi bo'lgan ayollarni o'zimizni qidirib topishga harakat qilyapmiz. Oxirgi yillarda borib o'rganib, shu viloyatlarda ayollarni jalb qilib, agar qiziqadigan ayollar bo'lsa, shunaqa holatlar ham bo'ldiki, biz tekin IT kurslari bo'yicha sertifikatlarni ham qo'lligiga topshirgan paytlarimiz bo'ldi. IT sohasi nafaqat dasturlash, balki kompyuter o'yinlari hamdir. Siz va bizga o'xshagan oddiy odamlar shunday bir kompyuter o'yinlari yaratib, milliardlab daromadga ega bo'layaptilar. Hozir ularni ko'ramiz, fikrlarda davom etamiz. Marhamat. Kiber o'yinlar haqida gap ketganda xayolingizga keladigan birinchi o'yin bu shubhasiz PUBG. Albatta, u bugungi kunda o'zining keng qamrovli auditoriyasi bilan mashhur. E'tiboringizni qozongan ushbu video o'yinning qanday yaratilgani qiziq bo'lsa, unda lavhani oxirigacha ko'rishingizni maslahat beramiz. PUBG ning to'liq nomi PlayerUnknown's Battlegrounds, ya'ni noma'lum o'yinchi jang maydonida. Loyiha irlandiyalik 44 yoshli Brandon Green tomonidan yaratilgan. O'yin dastlab Windows operatsion sistemasi uchun ishlagan. Ma'lumotlarga ko'ra, o'yin dunyoning eng mashhur 6 ta mukofotini qo'lga kiritgan. 82.9 million nusxada sotuvga chiqarilgan. Qisqa vaqt ichida muvaffaqiyatga erishgan ushbu o'yin budjeti 32.42 millionni tashkil etadi. Xo'sh, boshqa mashhur kiber o'yinlarning daromadi qancha? E'tiboringizga serdaromad video o'yinlarni taqdim etamiz. 2024-yil iyun holatiga ko'ra Terrariya o'yinining nusxasi 58.7 milliondan iborat. O'yin qahramoni o'yin davomida har qanday to'siqni bir qo'lida qurollari bilan yengib o'tadi. Kichik jussasi bilan millionlab yoshlarning sevimli o'yiniga aylangan. Ushbu o'yin qahramonini ko'rib, siz ham nimaga o'xshatishni bilmadingizmi? Yozilishicha Dragonborn deb atalar ekan. Birinchi haftada yo'q 7 million donadan ko'proq sotilgan The Elder Scrolls V Skyrim o'yini 60 million dollarlik jamg'armaga ega. Ushbu qahramonlar esa barchaga tanish. Boshqa kiber o'yinlardan farqi, siz va sizning 11 nafar do'stingiz bemalol onlayn o'ynay olasiz. Deluxe 42 ta yangi belgisi bilan Mario Kart 8 sotuvlar bo'yicha 70.43 millionga ega. So'nggi 5 yil ichida jangovar o'yinlarning ommalashganini hisobga olsak, PUBG katta savdo muvaffaqiyatiga erishganligi ajablanarli emas. Krafton kreativ direktori Dave Kjord 2021-yil dekabr PUBGning 75 million nusxasini sotganini aytdi. 200 million dollar sarflangan Grand Theft Auto 5 o'yini 3 asosiy qahramondan iborat, ya'ni Franklin, Michael va Trevordan. Bosh qahramonlar o'ziga xos mahoratga ega bo'lsa-da, bir-birini bevosita to'ldirib turadi. Oddiy hunarmandchilik asboblari, inshootlar, tuproq ishlari va mashinalar qurish mumkin bo'lgan Minecraft o'yini haqida eshitmaganlar, ko'rmaganlar bo'lmasa kerak. O'tgan yili o'yinning 300 milliondan ortiq nusxasi sotildi desam ishonasizmi? Albatta ishonavering, chunki barcha davrlarning eng buyuk video o'yini deya ta'riflanishi ham bejizga emas. Kvadratdan iborat bo'lgan tetrominolar, ya'ni geometrik figuralardan foydalanishga asoslangan bosh qotirma o'yini Tetris 520 millionni zabt etdi. Tetris dastlab Sovet ittifoqi tomonidan ishlab chiqarilgan elektronika 60 kompyuteri uchun edi va klassik bosh qotirmaning o'zgarishlari 50 dan ortiq turli platformalar uchun yaratilgan. Shunisi e'tiborga loyiqki, u 1984-yilda ishlab chiqarilgan. Kompyuter o'yinlarini hamma hozir yomon fikr bildirishingiz mumkin, chunki televizorda qachon qaramay kompyuter o'ynagan bola yomon. Men 8000 soatim bor. Kompyuterda o'yin o'ynaganman shu yoshligimdan. Shu sabab bo'lgan deb o'ylayman. Birinchidan o'yin o'ynaganimda onlayn o'ynayman, ular bilan muloqotda bo'laman. Ingliz tilini qiziqish boshlanganman. Keyin kompyuterim buziladi, chunki ko'p o'yin o'ynayapman, ishlataman, uni tuzatishga tutaman. Tuzatishga tushgan hisobiga IT-ga qiziqishim yana oshadi. O'yinni men ota-onalar adam alhamdulillah doim ruxsat berganlar. Bolam o'ynayman desam, o'tkazib olmasam bo'ling, o'tkazib yuborardim. O'ynavur derdilar. Men ham ota-onalarga o'sha o'ynamoqchi bo'lganlar bir xil bolalar bor, ruxsat berish kerak deb o'ylayman, faqat o'tkazib yuborish kerak emas. Nima o'ynayotganini qarash kerak. Agar bola strategiya o'ynayotgan bo'lsa, u bolani fikrlashini aniq rivojlantiradi. Komandada, jamoada ishlashni ham o'rgatadi. Shuning uchun men o'yinni o'ynayotgan bola logikasini tushunadi. Bir xil o'yinlar bor, uni uncha-muncha odam o'ynolmaydi.
aynan shu fikrlarga qo'shilaman. Mani o'g'limda ham xuddi shunaqa holat bo'lgan. O'yin juda ham kompyuter yuqori, o'yinlariga- juda ham yuqori natijalar olyapti, yaxshi ketyapti o'yinda. Aha. Keyin o'zim shu savolni berganman. Shu o'yinni o'zing yaratish xohlamaysanmi desam, xohlayman degan. Endi bolacha gapirgan, xohlayman degan. Keyin o'sha mana shu yerda shu narsani qilsa bo'ladi. Ya'ni ta'lim olib, o'rganib deb haqiqatan shu o'yin sabab bo'lgan ekan. Hozir bular gapirdilar, ko'zim oldiga yana o'zim Demak, farzandim. o'sha oiladagi muhit mana shunday. Bir xil boshlanar ekan degan fikrlar. Haqiqatda o'yinni o'ynagandan ko'ra uni yaratish yaxshiroq samara berar ekan. Qarang, milliardlab daromadlar oilaga olib kira olsa, bu yaxshi. Bizda bir ommalashgan o'yinlar ham bormi, kompyuter o'yinlari yaratgan mutaxassislarimiz O'zbekistonda? Men ayta olaman shu narsani. Marhamat. 25-fevral sanasida oliy ta'lim muassasalari bilan raqamli texnologiyalar vazirligi bilan hamkorlikda biz o'sha raqamli texnologiyalar vazirligini binosida startap alleyasini yaratdik. Ya'ni u yerda 15 ta 17 u yerda o'sha startap alleyada 17 ta startap o'zlarini produktlarini, loyihalarini taqdim etishdi. O'shanda e'tibor berdim. Ikkita o'yin ishlab chiqargan Inha talabalari, Inha universitet talabalari bor edi. Bu o'yin qanaqa o'yin desam, birinchisini yaratgan o'yini shunaqa o'yinki, mana samolyotda hammamiz manimcha o'tirganmiz. Samolyotda ekrani bo'ladi. Samolyotda ekranida shunaqa o'yin ular yaratganki, O'zbekiston, ya'ni hozirgi beta versiyasi O'zbekistonda faqat bor deyishdi. Va keyinchalik, keyingi mana kelasi yillarda yana rivojlantirib, har bitta davlat uchun o'sha o'yinni formatini yaratmoqchi ekan. Ular aytgandaqa ko'rsatib berishdi qanaqa o'yinligini. Samolyotga kelayotganingizda vaqt o'tkazishingiz kerak bo'ladi. Va bilamizki, O'zbekistonga ko'plab turistlar kirib keladi. Turistlar uchun o'yin yaratgan O'zbekiston. Ya'ni u o'yinni ikki xil arkadasi bor. Ya'ni arcade mode deydi. Ikki xil ko'rinishi bor. Siz tarixiy O'zbekiston miqyosida o'ynashingiz mumkin. Va hozirgi zamonaviy O'zbekistonda virtual ko'rinishida o'ynashingiz mumkin bo'ladi. Va o'sha samolyotda o'tirgan holatida O'zbekiston bilan yaqindan ham qarang tanishar ekanda bahonada. Hali bormasdan turib O'zbekistonning ichidagi qanaqadir muzeylarga vaucherlar taqdim qilishadi. Bu birinchi o'yin edi. Ikkinchi o'yin tarixga, ya'ni Jaloliddin Manguberdi haqidagi o'yin. Bu bilan ular shu aytgandek gaplari shundan iboratki, biz o'sha tariximizni mana bilamiz, ko'p o'yin o'ynaydiganlar bo'lsa, Steam platformasi bor. Steamga chiqmoqchimiz. O'ylaymanki, bu o'sha O'zbekistondagi o'yin rivojlantirishga katta bir turtki yoki bir qadam desam adashmagan bo'laman. IT, ya'ni axborot texnologiyalari bugun hayotimizga kirib boryapti va bu jarayonda o'rganishimiz kerak bo'lgan muhimlar bizni albatta bu soha sari chorlayveradi. Shuning bilan Minbar Talk Show'sining navbatdagi soni o'z nihoyasiga yetdi, qadrli teletomoshabinlar. Yana muhim mavzularda uchrashguncha omon bo'ling.